Ko'ngil bittada sovib qolmaydi. Erkakda ham, ayolda ham. U sekin-sekin amalga oshadi. Ayollarda yillar davomida yig'ilib qolgan alamlar, xafalik, noroziliklar, vaqtida berilmagan e'tibor, qadrsizlik, yolg'izlik tuyg'usi oxir-oqibat ayolni ko'ngli butunlay sovishiga olib keladi. Erkaklarda esa har kungi bo'lar-bo'lmas urush-janjallar, uni faqatgina pul topadigan mexanizm deb qarash, unga nisbatan hurmatsizlik, uni eshitmaslik erkakni ham ko'ngli sovishiga olib keladi. Bunaqa paytda ikkala inson bir-biri bilan o'tirib gaplashib olishi kerak bo'ladi. Agar vaqtida gaplashib olinmasa, bu butunlay munosabatlar sovib ketishiga, hattoki ajrimgacha sabab bo'lishi mumkin. Erkak kishi sizni eshitishi uchun ayollarga muhim tavsiya: agar sizni erkak eshitishni xohlasangiz, uning uchun komfort muhit yarata olishingiz kerak bo'ladi. Uni qorni to'q, kayfiyati yaxshi va biroz xotirjam holatda bo'lishi kerak. Shunday paytda o'tirib u bilan bir piyola choy ustida suhbat qursangiz, u sizni eshitadi.